to'g'risi deydilar, aql meni yemayapti. Umuman qilig'inglar o'sha yemagan narsalar qilishadi. Ikki og'iz gapim bor edi. Shu bolalarni har doim shu bolalarni kuzatib boraman. Bularni ayniqsa bunday qilishlari yoqqan menga. To'xtamanglar, zo'r ketyapsizlar. Omadinglarni bersin. Shu bolalarga podpiska bosib, layklarni ayamanglar, chamayamanglar. Zo'r ketyapti bolalar. O'zinglarga o'xshab videolar juda seryozni, jiddiy, ibratli. Ko'zimizga yosh keladi. Oilaviy yig'layapmiz. Faqat mumkin edi. 7 yashar bolam ancha o'zini yo'qotib qo'ydi videolarga. Yengillar Ko'zida yosh, maktabga borsa ham kelsa, nima qilyapsan? Sigaret chekishingizdan bilaman. Sigaret zararli. Ha, sog'liqqa zarar. Sportsmenlar chakmaydi bilasizlar. Ibratchilarga bitta maslahat beraman. Bu ham bo'lsa, iltimos, hayotdan olib iloji boricha realliroq narsani olishga harakat qilinglar. O'shanda biz ham videolarni bizning ayniqsa bular hozir bizdan o'tishyapti bizish bo'yicha. Biz sal tashlab qo'ydik, lekin bular ham bo'lsin. O'shanga sal hayotiyroq narsa olishga harakat qilsanglar, biz ham bular ham bizishmaydi videolarni. Maza qilib ko'ramiz. Boshqa ibratli video oladiganlarga o'xshaydi. Kamani so'rashganiga rasm ishlar. Kameraga yorishyapti haqiqatda. Faqat ibratchilar davomimizda qolgan milliyda boshqa hammasi blok bitib qolgan aka. Bichgan qo'yayotgan ekansiz sekin. Gap bolalarni men aytaman, shu turda nima qilishdi? Hammasi ko'rish kerak. Ko'rib olib, kesin ibrat olib. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Mana bugun akalar bilan ko'rishib qoldik, xudo xolasa. Akalarga omad, zo'r kontentli bo'lyapti, mana ibratli videolarda, xudo xolasa o'zini o'rniga ega blogerlardan bo'lyapti. Aka, albatta omad, ijodni bosinglar, gazini bosinglar. Qo'llab-quvvatlab bilasizlar. Obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariy yozinglar.